Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 20-iyul kunidan 23-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video rolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 20-iyul kuni kechasi 22-27 daraja, kunduzi 34-39 daraja. 21-23-iyul kunlari kechasi 20-25 daraja, kunduzi 31-36 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 20-iyul kuni kechasi 28-33 daraja, kunduzi 40-45 daraja. 21-23-iyul kunlari 20-25 darajagacha pasayadi. Kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-21-iyul kunlari 24-29 daraja. 22-23-iyul kunlari 20-25 daraja. Kunduzi 20-iyul kuni 40-45 daraja. 21-23-iyul kunlari 20-25 daraja. Kunduzi 32-37 darajagacha pasayadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-21-iyul kunlari 27-32 daraja. 22-23-iyul kunlari 22-27 darajagacha pasayadi. Kunduzi 20-iyul kuni 43-48 daraja. 21-23-iyul kunlari 34-39 darajagacha pasayadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-21-iyul kunlari 23-28 daraja, 22-iyul kuni 21-26 daraja, 23-iyul kuni 20-25 daraja, kunduzi 20-iyul kuni 38-43 daraja, 21-23-iyul kunlari 30-35 darajagacha pasayadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 20-21-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 22-23-iyul kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-21-iyul kunlari 17-22 daraja, 22-23-iyul kunlari 12-17 daraja, kunduzi 20-iyul kuni 30-35 daraja, ba'zi joylarda 37 darajagacha, 21-23-iyul kunlari 20-25 darajagacha pasayadi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.